O'rta afg'on, ona? Ona. Bolam. Yaxshimisan? Ozib ketganingni qara. Aylanib ketay sendan. Bilaman, har kun ishtasan. Kechasi ham, kunduzi ham. Bayram kunlari ham ishtasan. Bayram kunlari har kun seni kelding deb eshik chirillasa o'zim eshik tagiga o'taman. Ona ekanman-da baribir kutaman. Uyda ovqatlarni sog'ingansan deb ovqatim olib keldim bolam. Kechiring ona, meni xizmatim, meni ishim shu, xafa bo'lmayman. Yo'q bolam. Sendan xafa emasman. Men sendan roziman. Nafaqat men. Butun millat onalarimiz. Shoshib qizilni o'tga osdi. Shuncha ma'nolar o'qidim, xalqqa yo'q qarsak chaldi, ta'sirli bo'ldi. Nimaga senga ta'sir qilmaydi? Ona qonun bor-ku. Farg'onada bittasi xotinini o'ylashtiraqlarga kelib qolgan. Men olayman. Tuqqanman seni men. Ona strishniga bosdi. Deyarli 1,5 soatdan beri non-stop rejimda sizga xizmat qilayotgan va sizga xizmat qilishdan charchagan kuni sahnaga chiqmay qo'ya qoladigan